Farg'ona shahar aeroport kottejlariga kelganman. Bu yerda ilg'or kottejlar ham ko'pchilik biladi. Ilg'or deyshadi. Albatta, 2 so'tili kottejlarda ro'parasida 6 so'tili kottejlar bor. Shulardan bittasi sotilyapti. Maktab, bog'cha lokatsiyasi yaxshi bo'lgan joyda, tayyor yana qo'shimcha uylar ham qurib qo'yilgan joy. Eshigini tagiga naves qilingan, oldi zelioniy zonasi. Bu tomondagi akaniki ekan, hayolda yo'q. Qo'shninikini urib yormaylar hozir. Bu tomonda zelioniy zonasi. Kirishimizga qarang naves qilingan. O'zini zavodskoy navesi olib tashlangan. Ya'ni bu navesi boshqa o'zlari ekan o'zi qildirtirgan ekan. Tashqarida zelioniy zonasi, chiroyli agaroti bilan, tashqarida sanuzel, hammom tualeti bor tashqarida. Zelioniy chiroyli qilib qo'yilgan. Qo'shimcha uylar qurilgan, azob qilib ko'rsataman. Tayyor remonti bilan ko'chib kelib, prosta yashash kerak xolos. Bitta mana kanalizatsiya o'tgan, gaz, svet, suv hamma sharoit qilib qo'ygan. Kirishimizga kattagina mehmonxona. Remontlar qarang, aboylar. O'zgartirish juda ham ko'p bo'lgan. Zavodskoy davlat qilgandan ko'ra ancha o'zgartirishlar bo'lgan. Kirishimizga bu tomonda bitta kladovka ekan bayt. Bitta kladovka. Bitta sanuzel kattagina, kafel urilgan patologgacha. Bu tomonda bitta yotoqxona, kattalar uchun ota-onamiz bo'lsa, yotoqxona. Bu tomonda bitta er-xotin uchun yana bitta yotoqxona. Tayyor remonti bilan prosta ochib olib kirib yashash kerak xolos. Boshqa hech narsa, narxi ham arzon, xudo xolasa. Ba'da yana bitta kattagina xona qani. Remontlarni, aboylar, hamma yo'q tayyorda, urinmas. Olasani yashaysan degan joy. Hali olasani minasan deyman mashdan. Xuddi shunaqa. Bu kuxnyani qarang. Kuxni mebellar akrilda qilingan. Uyda dvokontrli kotel bo'lish kerak albatta. Ha mana, Ariston ekan bu. Ariston. Xo'p, bu tomon ham mana endi qo'shimcha qurilishlar. Pol qilingan batareyka, znash, u burchakda dvokontrli koteli bor ekan. Ba'da yana bitta kattagina xona qurilgan. Tayyor remonti bilan. Ba'da yana bitta xona bor, endi odam uxlayotgani uchun ko'rsatmayman. Kattagina joy, tashqarida sanuzellar bor. Tayyor remonti bilan, zelioniy zona hamma yo'g'i bilan masha turishiga aka aytayapti. $95,000 siz obunachilaringizga berib yuboraman deb. Mana zelioniy zonasini qarang. Chiqib agar chopib bir narsalar qilsa bo'laveradi. Narxi $95,000. Kelishasizlar Farg'ona shahar ilg'or kottejlarda 6 so'tli kottej. Like bosib video tarqatib qo'yamiz.